Sizlar uchun suv tekin narxda Honji HS5 bemalol olib sotib olsanglar ham biz aytadigan narxda normalniy foyda qilib kraskasi top-toza. Tonirovkani yaqinda oldim dedilar, yaqinda balon taqdim dedilar, keyin propan gazini $1000 dan oshuvga qo'ydirdim dedilar. Mashinaning holati ideal. Hech qanaqa kraskasi yo'q, hamma yog'i top-toza. Bemalol xohlagan ustunlarga olib borib ko'rsatib tekshiraversanglar ham bo'ladi. Yonib turibdi mashina. Mana kuzuplari ham tinov bo'lib turibdi. Xullas biz hech qanaqa ayb topa olmadik. Panoramalari bor, massaj, Abduf, Abagirev, 5 ключov 360 li endi bunga navr o'tamas. Hamma narsasi bor, xo'p. Zashniy plyonkalar urilgan, bo'z akustikada, kartalari zo'r, xudo xolisi, chotki bo'lib turibdi. Koja rombikli, xo'p, alkantara bilan koja kombinatsiya qilingan. Hamma narsasi bor, hedaplarigacha ham bor, 50 ming atrof yurgan. Ekonokusdan ham ancha yaxshi mashina olib maza qilib haydashingiz uchun 20 900